Qizlar, sizlarni bu yoqqa yig'ishimning sababi Black bilan bitta gruppa bo'ladigan bo'lsa, yaxshi kelishi, muammo nima bo'lganini tushunishimiz kerak. Qaranglar, bu qizda bitta ish bor, nimada demanglar. Qo'rqmayotgan bo'lsanglar, sizlar birinchi kiringlar. Black, davay. Arvoh degan narsa yo'q, menga ishon. Qo'rqamdan hushimdan ketaman shekilli. Mana rosa qo'rqaman. Qizlar shu yerda ochadigan tugma bor shekilli. Svetlar ketdi, ishlamaydi-ku. Mayli, bar bilan o'qib ko'raman. Balki bitta mo'jiza bo'ladi deb o'ylagandim. Ammo bu serialda bo'lmaydi bu ish. To'g'ri. Like a sinner and so far with it, I go boo. Ey jin, ey arvoh, iltimos bizani yema. Arvohlar odamlarni yemaydi-ku, ularni o'ldirishadi-ku. Bu yomonroq-ku. Jesus, sen qo'rqmayapsan shekilli, arvoh bilan gaplashib uni ko'ndir, iltimos. Ko'rgan qo'rqinchli kinolarga ko'ra bu yashaganimizda noto'g'rilik bor. Kulish ovozi xonani ichidan keldi. Lekin qahqaha toni faqat bir xil ovozda. Va har doim bir xil kulmaydi. Hammamiz shu yerda turib 5 minut qimirlamaganimizni hisobga olsak, ya'ni arvoh bizga hozirgacha ko'rinishi kerak edi. Lekin biz faqat bir xil qahqaha tonini eshitamiz. Ya'ni bu yerda xatolik bor. Bu hozir tushunib qoladi. Arvoh qalblarimni qo'yaman. Nabotni men qo'yib yubordim shekilli. Kattasini kichkinasinimi? Jisu, ko'rgan qo'rqinchli kinolaringdan bundan ham bitta xato top, iltimos. Sizlarga bitta yomon xabarim bor, chunki bu xatolik bermayapti. Yaxshi tarafidan qarasak, biz xonaning ichkaridamiz va tashqarida va eshik ochilmayapti. Hech ham yaxshi bo'lmadi. Bunaqa maqsad, ruhni bitta kinoda ko'rdim, ruhni chaqirsa, keyin u bilan kelishib olishimiz mumkin. Balki shunaqa qilib bizga zarar bermaydigan bo'lar. Xohlasang arvoh bilan o'rtoq bo'laylik, Jisu. Bu ham variant. Yaxshi, o'rtoq bo'lmaymiz. Bitta nima ishinglar bor sizlarni? Astagfirulloh. Eshitmadinglarmi meni? Bu yerda nima ishinglar bor? Jisu, bitta narsada biz bu yerda qolib ketdik va Wi-Fi yo'q. Va svetlar ham yo'q va bu yerda chiqolmayman. Ertalab suz ketamiz. Iltimos, bizani o'ldirma. Hali birinchi darsimizni ham olmadik. Birinchi darsga ham bormadik. Qo'rqmanglar, o'zi birinchi darsinglarni mendan olasizlar. To'xtanglar qizlar, bu yerda xatolik. Nima? Zavajini qizlar uchun bo'lgan raqs zalidamiz, lekin bu yerdagi ovoz qizlarning ovoziga o'xshamayapti. Ya'ni bu faqat qizlar qiladi, lekin bu ovoz o'g'il bolanikiga o'xshayapti. Rostdan ham. Rostdan ham to'g'ri. Bitta narsa o'ylab ko'rishim kerak, bo'lmasa bilib qolishadi. Sizlarga ko'ra mantiqsiz bo'lishi mumkin, lekin mening ahvolim rosa yomon. Men hayotda bo'lganimda rosa ko'p vokal aytirishdi. Shuning uchun meni ovozlarim buzilib, o'g'il bola ovoziga o'xshab qoldi. Mana bitta shart bilan qo'yib yuboraman. Nima? Yanadagi keyin ochadigan shular bilan o'ynashlarni xohlayman. Bo'ladi. Lekin qila olmaymiz. Ruh, sen ham bilasan, bizani raqs tushish uchun mos emas. U ham bor. O'zi shuning uchun raqs etishlarni xohlayman. Tezroq boshlanglar.
son şans. Davay, bu oxirgi omadinglar. Raqsga tushinglar. Ular raqsga tushayotganda mana borib bitta to'rtga borib keling. Few moments later. Nima bo'libdi? Qizlar qani? Kelman 5 minut. Hammasini bilamiz. Qanaqa qilib? Hamma narsanimi? Hamma narsani. Nimaga bizani o'sha yerda tashlab ketding? Tashlab ketmadim. O'tda eshikni ochish uchun tugma bor. Uni ham men sizlarga aytaman. Svetlarni o'chirish, bizani zo'rg'a raqsga tushirish, bular ham sizlarni rejaningda. G'alatimizlar, men nima ishim bor sizlar bilan? Boringlar divaninglarga. Sen qilding, bilamiz. Bizdan kechirim so'rashing kerak. Hop. Buni har kelgan yangi stajyerlarga qilamiz. Kulish uchun, bo'ldimi? Biz hech kulmadik lekin. Yana sizlar qanaqa qilib tushundinglar? Hech so'ramaysan deb o'yladim. Chunki bu bo'lganlarni tomoshabinlarga ko'rsatishimiz kerak, bo'lmasam hamma so'rab o'tadi. Shunaqa bo'ldi. Sizlar bo'tdan chiqishga harakat qilaylik. Eshitamayman, nima deding? Sen nima deding? To'yga kirishim kerakmi? Sizlar to'yga kirishim kerakmi? Sizlarni eshitamayman, nima deyapsizlar? Rejanimni so'rasam, rejamiz shu. Jeni, sen so'qasanmi? Qizlar qilsaman shekilli. Rejamizni tushundinglar, to'g'rimi? Madraslar hech narsa eshitamayman. Nimaga so'qasizlar? Rejani tushungan bo'lsanglar, muzika tugagan. Sedan buni zanglashga chiqaribdimi? Hech kim eshitmayotgan bo'lsa, men ham so'kaman. Ustoz ovoz eshitganmi? Shu xonadan keldi shekilli. Black. Aynan o'sha qiz. Suv tortilgandan keyin sen bo'lganing tushundik, shuning uchun eshikni ochmoqchi bo'ldik. Vau, rosa ko'pgina ko'rayotgan bo'lsang kerak-a? Rosa ko'p. Qizlar davay yotaylik, bo'lmasa ertaga darsga kech qolamiz. Rostdan ham biz ketaylik. Bye bye. Xayrli tun. Yomon bo'ldi. Bir kun ularni o'sha yerda ushlab qolmoqchi edim. Mayli, borib dush olaman. 나를 지수 없어 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해 걸어와